Go'zalligini qaranglar, juda ham chiroyli ekan-da, fayzli ekan. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Siz bilan gaplashdimmi? Ha, men bilan Qalaysiz? Charchamayapsizmi? Yaxshimisizmi? Bitta mahallangizni ko'rsatib olay. Mana qaranglar. Xo'p, sotiladigan mana bu uy. Ko'rib turibsiz mana, uch sotik. Xo'p, charchamayapsizmi aka? Rahmat, yaxshi keldingizmi? Ishlaringiz yaxshimi aka? Xo'p, bitta, ikkita, почти 3 ta avtomobil qo'ysa ham bo'lar ekan-a? Mana qarang. Xo'p, zilon zonasi bor ekan. Daraxtlaringiz katta ekan-a? Xo'p, nima bo'ldi aka, bu ish chala qolibdi? 50% remont bo'lgan, 50% endi bo'ladi. Xohlasa, ozgina. Uyda odam yo'qmidi? Bemalol kelaver. Kiraveramizmi? Yuraver. Qani? Xo'p. Bu oshxonasi mana. Bu oshxona qismi. Aha. Xo'p. Bitta xona adini xolasimi bu? Ye, ishlab chiqarishmi? Shunaqa biznes aka. Ha, yaxshi. Ha, zo'ru. Ham uy, ham ishlab chiqarish ekanda. Ha, tikuvchilikmi? Zo'r ekan. Yaxshi, barakasini bersin. Aytganingiz kelsin. Bu yoq adini hojatxona. Bu yog'i. Aha. Bu sanuzul. Bu sanuzul. Bo'ldi, ikkinchi qavatda ham nimadir bormi? Shunaqa ikkinchi qavatda ikkita xona bor ekan. Ko'rsatamizmi? Bitta ko'raylik qani. Ha, tayyorlab keldik-ku. Xo'p, bu bitta zal ekan. Mana. Chiroq qo'shibdi. Xo'p. Bu ikkinchi yotoqxona bu. Shunaqa. Mana bu umumiy sanuzul. Yaxshi. Bu yoqda yana bir kladovkalar bo'lsa kerak-a? Shunaqa. Bemalol. Aka, buni manzili qanaqa bo'ladi? Toshkent shahar, Sergeli tumani. Yangi hayot tumani, Shoqirali ko'chasi. Ha. Yangi hayotda. Yo'q, yaxshi aka. Lekin mahallangiz bor-ku, shunaqangi zo'r ekan. Maza qildi odam. Batafsil ma'lumot yana opsiyada yozilgan bo'ladi. Bemalol telefon qilishingiz mumkin. Aka, siz nomeringizni qo'yaman, ha? Mayli, bo'laveradimi? Bo'ladi, bemalol. Videoga tushib qoldingiz endi. Hech qisi yo'q, ha? Aka, tinch bo'ling, rahmat. Mana qaranglar, mahallani qaranglar. Chiroyli, ha? Telefon qiling, bog'laning, aynan shu xonadon sizga bo'lishi mumkin. Qarang.